Agarda sizda Malibu avtomobili bo'lsa, videoni o'tkazib olishga shoshmang, chunki ideal komplekt bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Narx-navos bo'yicha past raqam qoldiramiz. Xo'p, ustanovkani ahamiyat berib qo'ysa, qayta aytamiz. Siz ming eng qimmat zapchast bilan yig'sangizlar, lekin ustanovkani to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, mashina hech qachon yaxshi ishlamaydi. Kompyuterlarni ham ideal holatda qilib beradi. Xo'p, Alex Mia mana shu motor 100% eng kam foizga ishlatadigan, benzin qo'shib qo'yadigan blogimiz. Xo'p, 100% eng ekonomik bo'lgan Barakudo farsunkamiz va reduktorimiz Nord ichkariga qilib qo'yib bergan. Ustanovkaga yoqqanmasa bitta laykchani bosib qo'yasiz, chunki zavodskiy xomutigacha zavodskiy qilib berganmiz. Bu avtomobilimizda orqa qismiga keladigan bo'lsak, mana shu motorga mana shu bagaji mana shu holatda turadi. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Bagaj juda ham katta joy bo'ladi. Ya'ni 65 talik qo'yib berdik. Polkadan hech qanday ko'tarilmaydi. Kimgadir narx-navos qiziq bo'lsa, past raqam qoldiramiz. Bu videoni Malibuchilarga yuborib qo'ying. Ahamiyat berib qo'ysa, har kuni Malibuga ustanovka qilyapti. Siz ham keling, sifatli holatda ishingizni kafolat bilan bitkazib beramiz. Ishonch va sabr, sifat va kafolat. Guliston Metangaz.